Listemizi devamlaştırmaz hürmetlik vatandaşım. Amerika Kanada'da. Kanada'nın Ottawa şehrinde. Amerika, Kanada, iki devlet Kanada'nın Ottawa şehrinde. Çavşa yadro kuralları meselesi boyunca halkara yığınga riyasetçilik kıldı. Mavzula haber 1. ayının 6. günü Amerika vazdan Xitay tili programı ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Amerika bilen Kanada haftanın 2. günü Kanada'nın Ottawa şehrinde halkara yığın çakırıp yığınga riyasetçilik kıldı. Çavuşanның yadro kurallarından vazgeçişke haydakçılık kıldı. Amerika Qo'shma Shtatlarning davlat ishlar kotibi bilen Kanada'nın Tashqi ishlar ministri Freeland'i cümleden Koreyani öz içine algan 20 devlet amaldorlari yig'inga qatnashdi. Koreyaning Tashqi ishlar ministri Kang Jin mundaq dedi. Bu intayin muhim daqiqalarda. Men xushalman. Bu yig'inga o'rtaq riyosetchilik qilgan Kanada ve Amerika Qo'shma Shtatlarga rahmat aytaman. Çavuşan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yadro ve raketasını qilishini to'xtatishni talab qilgan murojaatlarga pisand qilmadi. Haftanın 2. günü açılgan bu yig'in Çavuşan o'tgan yili 11. ayda Xitoylararo uchadigan raketasini qilgandan keyin chaqirilgan xalqaro yig'indir. Çavuşanning shu qatam raketasini qilishi Çavuşanның rahbari Kim Jong-un bilen Amerika Qo'shma Shtatlarning prezidenti Trump o'tirisida bir-birini tanqid qilishni keltirib chiqargan. Cumhuriyet Rusya Çavuşa yadro kuralları meselesi to'g'risida Kanada'nın Ottawa şehrida chaqirilgan xalqaro yig'inga taklif qilinmadi. Bu yig'in qatnashgan davlatlar jumladan Amerika, Kanada, Yaponiya, Koreya, Türkiye, Tayland, Belgiya, Lüksemburg, Avustraliya, Habeşistan, Fransiya var mı yok ben bunu bilmedim. Qatarlık 1952 yıldan 1953 yılgacha Çavuşan urushi mezgilida Koreyani qo'llagan davlatlardir. Bu qatim Kanada'nın Ottawa şehrida yig'in ochgan 20 davlat ayni chog'da 50 yillarda Çavuşan urushi qatnashgan yoki Çavuşan urushida Koreyani qo'llagan davlatlar. Xabarlarga qaytarilgan inkas 1. Bu xabarga qaytarilgan inkas 1. Mundaq deyildi. Burunroq shunday qilinish kerak edi. Çünkü komünist banditlar bilan Kim Jong-un ot bilan o'ynashyapti. Yana bir xabar, hurmatli vatandoshlar. Yaponiya televiziya stansiyasi Çavuşanning raketa tahdidi to'g'risida xato signal tarqatdi. Mavzuli xabar 1. ayning 14. günü Amerika ovozining 17. günü Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Haftanın 2. günü Çavuşanning raketa bilan hujum qilish qo'sh bilan kirpik orasida deb xato signal tarqatildi. Xato signal tarqatish bu qatam Yaponiyada yuz berdi. Yaponiya Ommaviy radio televiziya axborot organi NHK to'g'ri ushur tarqatib mundaq dedi. Çavuşan balkim raketasini qildi. Shunga kishilar yer ostiga tushib, elish yoki binolarga yo'shirnishi kerak. NHK signal tarqatib, yana bir necha minutdan keyin o signal xato ushur deb tarqatdi. Osiyo Tinch okean rayoni aholilari Çavuşanning davomli raketa ve yadro kurallarını sınaq qilishidan hamda Çavuşanning raketa sistemasidan jiddiyleşmekte. Bundaq ahvol Prezident Trump bilan Çavuşanning rahbari Kim Jong-un o'tirishidagi so'z iboralarining qattiq ishlatilishidan yuqori jiddiylik texmo keskinlashdi. Haftaning 2. günü Yaponiyada NHK televiziyasining xato signal tarqatishi vaqasi yuz berishdan bir qancha kun burun Tinch okeanga joylashgan Amerikaning Hawaii shtatida moshinanga o'xshash yolg'on signal tarqalgan ve aholini aloqasida qilib o'tgan. Aloqador taraflar 30 minutdan keyin bu xato signalni tuzatgan. Hawaii shtatining boshlig'i David Yegor mundaq dedi.
bu organның işleydiğalla semine almışıdığan vaxt, semine almışıdığan vaxtda yak çağda bir nefer xadim toçkini hata işletkenligi üçün yukarıdaki hata uçar tarqalğan. Havayda hata uçurunun tarqılışı ve onun keyindeki haqiqiy yadro uruşunun xatiri mavzulu xabar 1 ayının 15 gün New York vaxt gezisida e'lon qilindi. Yuqori xabar qo'shimcha 1 ayının 15 gün New York vaxt gezisi e'lon qilingan bu xabarda nima deyildi? Abdur Makkes Pişir. Maqalada mutaxassislar agahlandırıp bundaq dedi. Amerika mutaxassislar agahlandırıp bundaq dedi. Çavuşan bilen kütmegen çağda yadro uruşu partlaş xatarının özlüksüz küçüyüvatqanlığını köz tipädi baqatim ki havaydaki xatasıgın al. Çavuşan bilen oturdu yadro uruşu partlaş xatarının özlüksüz küçüyüvatqanlığını köz tipädi.